Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmart o'z platformasiga xush kelibsiz. C++ kursi bo'yicha navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz C++ da ma'lumotlar va o'zgaruvchilar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Xo'sh, C++ da ma'lumot va o'zgaruvchi nima? O'zgaruvchilar bu ma'lumotlarni saqlash uchun xotirada ajratilgan joy. Har bir o'zgaruvchi turi ma'lumotlar manzilini ko'rsatadi va har qanday turdagi ma'lumotlarni saqlaydi. Umuman C++da int, bool, char, double, float kabi bir nechta o'zgaruvchilar turlarini ishlatishimiz mumkin. Ularni alohida birma-bir ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar va o'zgaruvchilar, masalan, int butun sonlar uchun ishlatiladi. Keyinchalik biz, masalan, int yosh degan o'zgaruvchi ishlatmoqchi bo'lsak agar, uni qiymatini 25 deb bermoqchi bo'lsak agar, u holatda biz mana bunday ko'rinishda ma'lumotni berishimiz, o'zgaruvchini berishimiz mumkin. Bu yerda o'zgaruvchi nomi yosh, o'zgaruvchining tipi int, ya'ni integer, butun tipda ekanligini bildiradi. Char bu belgilarni, ya'ni bir dona belgini qiymat sifatida qabul qiluvchi o'zgaruvchi tipi hisoblanadi. Bu yerda o'zgaruvchi harf, ya'ni dastur davomida qiymati o'zgarib turadigan identifikatorlar, bular o'zgaruvchilar deb nomlanadi. Float, double bu haqiqiy turdagi o'zgaruvchilarni berish uchun ishlatiladi. String bu qatorlarni berish uchun ishlatiladi. Masalan, string ism barobar Ali deb bersa agar, bu yerda ism identifikator, string bu o'zgaruvchini tipini bildiradi va uning qiymati Ali ekanligini bildiradi. Yoki char tipdagi belgili o'zgaruvchilarni berishda char harf barobar A deb bersak, harf bu yerda identifikator, char bu uning tipini, A esa uning qiymatini bildiradi. Demak, ma'lumotlarning asosiy turlari ushbu jadvalda berilgan. E'tibor bersangiz, char xotiradan bir bit joy egallaydi. Unsigned char, signed char, int, short int, signed int, unsigned int, long int, long int, float, double, long double bular o'zgaruvchilarni tiplarini berish uchun xotiradan qancha joy egallashi mana va qaysi qiymatlar oralig'ida qiymatlanishi ushbu jadvalda berilgan. Endi C++ da o'zgaruvchilarning yana qanday turlarini ishlatishimiz mumkin? Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, int bu butun sonlar uchun, double bu o'nli kasrli o'zgaruvchilar uchun, char A yoki B kabi bitta belgini ifodalaydigan o'zgaruvchilar uchun, string bu matnni saqlash uchun, bool esa bu ikkita holatni, rost yoki yolg'on qiymatlarni berish uchun ishlatiladigan tiplar hisoblanadi. Berilganlarning tiplarini va ularning xotiradan egallaydigan joy va qiymatlar jadvaldan ko'rib turibsizki, eng kichkina unsigned char holatida qiymatlarni berish mumkin. Char va unsigned char xotiradan 1 bayt joy egallaydi. Musbat sonlar uchun 0 dan 255 gacha qiymatni unsigned char, char esa -128 dan 127 gacha qiymatlarni qabul qiladi. Va jadvalga qarab sizni o'zgaruvchingiz qanaqangi qiymatlarni qabul qilishiga qarab uni tipini oldindan e'lon qilishingiz mumkin. Demak, eng katta butun tip bu long tipi bo'lib, u 8 bayt xotiradan joy egallar ekan. Endi berilganlarni haqiqiy tiplari to'g'risida to'xtalamiz. Haqiqiy tiplar uchun biz float, double, long double ni ishlatishimiz mumkin. Agar bizga verguldan keyin 6-7 xona aniqlik kerak bo'lsa va xotiradan 4 bayt joy egallasin desa agar, u holatda float tipida berishimiz kerak. Aniqlik 15-16 xona bo'lishi va xotiradan 8 bayt joy egallaydigan holat bo'lsa, u holatda double va long double da berishimiz kerak bo'ladi haqiqiy tipdagi o'zgaruvchilarni. Endi o'zgaruvchilarni tasniflash uchun biza beradigan 3 ta asosiy narsa bor. Bu birinchisi uni tipi, ikkinchisi uni nomi, ya'ni identifikator, uchinchisi uni qiymati. Mana shu 3 ta narsa orqali har bir o'zgaruvchi tavsiflanadi. Masalan, butun toifali o'zgaruvchini e'lon qilishni ko'rib chiqamiz. Masalan, int a i j
Bu yerda AIJ o'zgaruvchilarning toifasi butun ekanligini int yozuvi ko'rsatib turibdi. Va bu xotiradan 2 bayt joy egallaydi. Bu o'zgaruvchilarning nomlari esa A, I va J. Butun toifani eng kattasi bu long va long hisoblanadi va bularda ham o'zgaruvchilarni e'lon qilish quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi. Ishorasiz butun o'zgaruvchilar uchun biz unsigned short, unsigned long va unsigned charni ishlatamiz. Bular 0 dan boshlab tartiblanishni boshlaydi va musbat sonlarni o'z ichiga oladi. Haqiqiy toifada haqiqiy tiplar uchun float, double, long double tiplarni ishlatishimiz mumkin. Keling buni kodda yechib chiqaylik. Demak, birinchi masalada biz oddiygina my num degan bitta o'zgaruvchi yaratyapmiz. Uni boshlang'ich qiymatini 15 deb beryapmiz va uni ekranga chop etyapmiz. Demak, bu yerda bizda int tipida, ya'ni butun tipda bo'lganligi uchun qiymatini 15 deb beryapmiz. Cout orqali o'zgaruvchini ekranga chiqarsak, ekranda 15 qiymat chiqadi. Turli xil o'zgaruvchilarni ham xuddi shu holatda berishimiz mumkin va keyinchalik cout buyrug'i yordamida o'zgaruvchilarni chaqirsak, undagi qiymatlar ekranga chop etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, bugun biz C++ da o'zgaruvchi va ularning tiplari haqida ma'lumotga ega bo'ldik.